Assalomu alaykum qadrdonlar. Demak, uy qurishni rejalashtiryapsiz va sizni birinchi qiladigan ishingiz xomashyolarni narxlarini surishtirasiz. Necha pul g'isht turarkan, plita necha pul, qancha armatura ketadi, narxlari qanaqa. Va aynan mana shu joyda maksimal darajada albatta pul tejab arzonroqqa uy qurishni rejalashtiramiz. Bu yoqda nimalarda narxidan tejasa bo'larkan qurilish paytida. O'zbekistonda misol uchun qurilish ancha ham qimmatga tushadi, bilamiz hozirgi vaqtda ayniqsa. Ro'yxatga qaraganda ketma-ketligi bo'yicha birinchi o'rinda o'zi loyihalashtirish turadi. Ya'ni uyni loyihalashtirib, keyin qurilish boshlanishi kerak. Biz qaraymizki, birinchi o'rinda loyiha turibdi, unga ham falonqa so'm pul ketadi. Va ana shu joydan ayirib tashlasa bo'ladi, loyihasiz uy qursa bo'ladi chunki. G'ishtsiz uy qurib bo'lmaydi, armaturasiz qurib bo'lmaydi, betonsiz qurib bo'lmaydi. Endi men sizlarga loyihasiz, ya'ni o'zimiz eskiz qilib qurgan uy bilan arxitektor chizgan uyni farqini imkon qadar tushuntirib berishga harakat qilaman. Bu masalada proyektsiz uy qurgan do'stlarimiz bo'lsa, qanaqa xatoliklar bo'lgan, qanaqa xarajatga tushgan, uni izohlarni yozib ketsanglar bo'ladi. Marhamat, demak ko'rib chiqamiz mijozimiz chizgan loyihani. E'tibor berasizlar, bu yoqda o'sha mijozimiz o'zaro maslahatlashib chizgan loyihalarini ko'rishingiz mumkin. 11 metrga, bunaqasiga 36 metr joyga tushgan. E'tibor berasizlar. Ko'chada joy kamligi sababli ozgincha ichkariga chizib, ya'ni darvozaxonaga joy qoldirganlar, bu yoqda kalitka, bu yoqda darvozaxonamiz. Va bu yoqda ketdi. Keldi, mehmonlar kirishi mumkin. Mana bu yoqda hovliga sanuzel tashalgan. Birinchi xona mehmonxona. Mana bu yoqda zina tashab ketilgan orada. Bu yoqda yana bitta xona, bu yoqda yana bitta xona, bu yoqda yana bitta xona. Mana bu yoqda bu xona orqali sanuzelga kirsa bo'lar ekan, ya'ni родительский spalni desak bo'ladi, ichida sanuzel bo'lsa agar. Mana bu yoqda yana bitta xonamiz turibdi. E'tibor berasizlar. Va kirish joyi bu yerdan kelasiz, mana bu kirasiz. Oldi polni oynada yopilgan. Endi buni bir hayotda 3D'sini tasavvur qilinglar, qanaqa bo'ladi. Oldi yopilgan, mana bu xonalarga agar oyna ochaman desangiz, yorug'lik kiradi, havo aylanish, shunaqa narsalar umuman bo'lmaydi. Keyin u uzun, bu yoqda ham yo'lak bo'lib qolgan, bu yoqda ham uzun koridor bo'lib qolgan. Bilamizki, loyihalashtirayotganda maksimal darajada koridorni yo'qotishga harakat qilish kerak, sababi bu mijozlar uchun zarar hisoblanadi. Faqat yo'l sifatida foydalanadi. Keyin orqa tomonda juda ham kam joy qolgan. Bu mijozimiz bilan gaplashganimizda o'sha orqa tomonda qo'shimcha o'sha tandirxona, tovuqxona shunaqa narsalarni rejalashtirgan ekanlar. Uning uchun joy juda ham kam qolgan. Loyihani tushundik, o'sha tipovoy o'zimizning loyiha ko'p uchratadigan loyihalarimizdan. Endi biz chizgan variantimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda biz qiladigan narsamiz quyosh qayerdan chiqib, qayerga botadi bu narsani ko'rib oldik. Ya'ni qibla tomonni aniqlashtirib oldik. Undan keyin qo'shnilarimizning uylari qanday joylashgan, buni ham aniqlashtirib olyapmiz. Aynan mana shunaqa joylarda binolar joylashgan. Va maksimal darajada biz yorug'liklarni olib kirishga harakat qilamiz. Talab bo'yicha asosiy bino o'sha oldi tomonda rejalashtirilgan. Polna ko'chaga taqab emas, ko'chadan olib qochishga harakat qilingan. Endi darvozaxona ko'chada masofa kam qolgani uchun o'zaro maslahatlashib, mana shu ichkariga ozgincha olib berdik. Xuddi o'shanga o'xshab alohida kalitka berganmiz. Hovlida kichkinagina mehmonlar uchun sanuzel va bu yerda mehmonxonaga kiryapmiz. Keyingisi azileniya berganmiz. Bu oldi tomon juda ham kichik hovli bo'ladi. Asosiy hovli orqa tomonimizda. Sababi o'sha aytib o'tganimdek, quyoshli bizda asosiy xonalarimiz bor, quyosh tushishi kerak bo'lgan xonalar. Shuning uchun demak asosiy xonalarimizni bu tomonga joylashtirganmiz. Endi kirib keldingiz, bu yoqda umumiy zinadan oshxonaga kirishingiz mumkin va общий xollga kirishingiz mumkin. Mana bu joyda, aynan mana shuncha maydonda siz mazza qilib oilangiz bilan yashab, ko'p vaqtingizni o'tkazadigan joyingiz mana shu hisoblanadi. Zina turibdi bizda, общий sanuzel berganmiz bitta bu yoqda. Mehmonlar uchun bu yerda ham sanuzel bor, hovli uchun ham ishlayveradi. Keyingisi orqa tomonda yosh kattalar uchun yotoqxona berganmiz. Yotoqxonadan orqa hovliga ham o'tsa bo'ladi. Yana bitta yotoqxona so'raganlar qizlariga va onalariga yonma-yon qilib turib. Bu yerda ikkinchi yotoqxonani ham chizib ko'rsatganmiz va oshxona bu yerda joylashgan. Endi iloji boricha bizda oshxonaga quyosh tushishi kerak. Shu sababdan quyosh chiqqandan obed paytigacha даже mana bu oshxonaga oyna qo'yiladi. Bu yoqda spalnilarimizning hammasiga quyosh tushadi. Ko'rayotgan bo'lsak, bizda asosiy binoyimizda bunga nisbatan hajmi ham ancha qisqardi va orqa tomonda albatta o'sha yo'lak bo'lishi kerak deb so'ragandilar. O'shani hisobiga ham bizning binolarimiz o'sha bitta tomonga olingan. Asosiy talab shunaqa qo'yilgan. Endi ko'rayotgan bo'lsanglar, kerakli hamma xonalarimiz ham joylashgan, bino ixchamlashgan va kerakli xonalarimizga o'sha quyosh ham tushadi. Orqa tomonda demak ancha masofa ham qoldirib berganmiz qo'shimcha qurilmalar uchun. Yashil zonamiz ham kattagina demak maydonda qolgan. Albatta bu shu loyihalashtirishni boshlang'ich jarayoni. Bu faqat shu eskizlar bilan ish bitmaydi. Misol uchun ko'p kuzatamiz, shu boya aytganim bo'yicha faqat shu eskizni o'zi bilan qurilish qilinishi
farqi bilan полный komplekt proyekt qilishi farqi juda ham katta. Sababi biz ham eskiz qilganimiz bilan uni keyin kompyuterga tushiramiz, har tomonlama hisobga olib turib variantlar qilinadi. U variantlarni mijozimiz bilan kelishamiz. Ma'qul bo'lgan, ma'qul bo'lmagan joylari hammasi inobatga olinib ishlanadi. Proyektni ketma-ketligini tushuntirib beradigan bo'lsam, undan keyin полный mana shunaqa ishchi chizma tayyorlab beriladi. Bu chizmalarni har bittasi qurilishda sizga savol hisoblanadi. Kotlovan qazish, mana plita qo'yish, har bittasi savol hisoblanadi. Buni bu yerda chizmasi qilingandan keyin 3D'si mana bunaqa yasab chiqiladi. Mana uyingizni полный siz oldindan ko'rishingiz mumkin bitgandan keyin qanaqa bo'lishini полный tasavvur qilib, ana undan keyin xotirjam bu proyektingizga vaqt sarflab, xarajat qilishingiz mumkin bo'ladi. Va juda ham ko'plab savollaringizga javob topasiz, qurilishda ortiqcha xarajatlarga tushmaysiz. Hozir sizlar bilan loyihasiz quriladigan uy bilan loyiha orqali quriladigan uyni farqini qisman tushuntirib berishga harakat qildik. Tanlov sizdan bo'ladi. Izohlarda fikringizni qoldiring. E'tibor uchun rahmat.